İtut 5 milyonluk yıl. Sahnimizde Abdülkerim Abluz, Tümür Havruzi, Rukiye Obul Kasım. Hey, qanisiz? Çapsan bu yak çıkma. Bulunga. Hey, çapsan bulung deyme. Oy çakan menge. Oy çakan bulunga çapsan bulunga. Ha mana. Ha nim boldu. Qaram, bu nime? Qog'oz. Hey, obdara qarab yiqma qandaq qog'ozken. Shu poch qog'ozkan bu shu? Ma qog'ozning ustidagi qarchiklarni ko'rgansiz? Ha. Ana deb yiqma qandaq qog'ozken. Qarchikit bormi-ki? Ha. Unda chivin chishib qo'ygan qog'oz. To'la bilgasiz selamamga. Bu degancha qarang, 5 million chiqadigan lotereya bileti. 5 million chiqadigan? Ha. Sal turib mukofotga erishganlarni e'lon qiladi. Ha. Bizga 5 million chiqib qolsa, taqdirimiz butunlay o'zgarib ketadi. Yo Allah, 5 million chiqib qolsa, qanday buni bir taraf qilishim o'ylish bo'psan-da sen, ha? Ey, 5 million puli bor odam qanday xarjlashni bilmasam bo'lmas. Ha, digina qanday xayshlashni o'ylashyapsan, bir digina bir anglab baqay. Ha. Oldi bilan qarang. 1 millionga yig'on dachidan birini setib olib, g'aribcha jo'n shu qilamiz. Nima shu? Jo'n shu. Ha, jo'n shu, Uyni ha. bezaymiz, tamga qog'oz chaplab. Tamam qog'oz chaplab? Ha. Sen bir bekadimga pulni qog'oz ilib chaplag'ichi pulning o'zini chapasan olmamda. Hey, uyni g'aribcha bezaymiz deyapman. Tamga pulni chapsa g'aribcha puroq chiqmaydi. G'arib furash qilman desang, unda dollar chaplab toza chiqadi. Yo'q gapni qilmang. Men uyni g'aribcha jo'n shu qilamiz deyapman. Tamga pulni chaplasak-chi, g'aribcha puroq chiqmaydi. Ya Allah, bu og'zingdan g'arib degan gap tushmaydi o, ha? Bu o'zimiz bu o'yini o'zimizning urf-odatga moslashtirib Uyg'urcha betsak bo'lmamda. Viyey. Hey, yaman nato, yaman xurafiy jumosiz. Hey, bu hozir uyni Uyg'urcha bezash modadan qoldi. Uni hech kim qiziqmaydi hozir. Nima? Hech kim qiziqmaydi demsa? Ha. Ey, bizning almisaqdan tortib Uyg'ur binokorligimiz dunyoga mashhur bo'lib kelgan. Uning ustiga qishdan silingan vasjub uylarimiz, naqashlik imoratlarimiz, o'yiq mayrab takchilarimiz qaysi bir chatning jongshusidan qilishidi, ha? Bu hamma odam uyni g'aribcha bezavasa, kim bizniki g'arib bilan nima farqimiz qoladi? Shuning uchun bizni chet eldan kelgan har xil sayohatchilar bizning shu naqashlik uylarimizni ko'rib hayron bo'lib qaytib ketyapmanda. Hayronlikda? Ha? Hayron qolgan bo'lsa-chi, emis ular sahrolik chet elliklar o'xshaydi. Ey, bu sahrolik chet ellik o'xshaydi desan-ku, ha? Sening og'zingdan shu shaharlik sahrolik degan boshqa tushmamda. Hamma odam osmondan tok kuni shaharga chiqib qolgan emas. Men o'xshamayman. Men-chi qarang, mushi shaharning kimligida tug'ilgan. Ha, sen shaharda kimlikda tug'ilgan, boshqa odam sahroninki og'zida, burunda qulqi tug'ilgan. Ne deganni qilib hozirma qalamdagi jonshini buzayotdingiz mana. Ana baxma, gap qilmayman. Buzilib ketibsiz jon sho'rang, ha? Tamga? Ha. Amerika'nın qog'ozidan. Yaponiyaning yilimidan. Ha. Turkiyaning yilimidan. Pokistonning chilimidan. Hey, chilimni nim qilsiz? Ya qanday sen uyni g'aribcha yasagandan men arab tamoq yeb g'arib ko'rib yashamasam bo'lmas? Yo'q gapni qilmang. Gapni qilgansiz. Qarang. Uyni bezashga 500 ming qo'y ketsa. Ha, 1,5 million tutib oldim. Aldirmay, bek tutib ketdim. Men xajlab bo'libdi. Hasan topgan xajla, ha. 1,5 million, ha. Yana nima olsam bo'lar? Rost. Ha. O'zim o'tirganimga, eliq uzun 9 metrlik eliqi, uzun mashinadan birini olay to'y ko'chirdigancha eliqi. Uningda muzinovat poyezdlar bir namay. Chaqchaq qilmagan. Men to'y qilgan vaqtimdami, siz meni eliqi eski Ladarda ko'chirgandingiz. Voy, sen shu vaqt koni forjada ekdin. Eliqi mashinadan birini olsam, u mashina 1 millionga kela. Ha, kep qola. Sen pulsini olgandiki kilo da aqchon. Bak o'zing bu olding, menga apamamsan mashina. Asli siz er kishi o'g'andikin, velosipedni minsingizmi bo'ladi. Bo'pti endi. Sizga bu do'st dushmanlaringizning oldirib bo'yningiz qisilib qolmasin, qarang. Sizga eliqi 30 ming qo'ylik 6dan bir napiraga. Yo, rahmat.
rahmat. Shunchalik inson voqea rahmat. 30 ming ko'ylak o'tdi o'ttasam tizim inkimga taqishib qolar meni. Kızınız inkılım takışıp kalsa qarang, aldırık orunduk öydüp, keyindik orunduk öydüp öydəsiz. Öpüreydigen koşulun, he? Hay rahmat. Pul seni olgandı ki sen nemi desem şu ben ma'qul deyman. Bo'ldi. Sizden gep dalaşmay içiyorum. Yani nima alsam bula? Obda o'yla. Obdan oylap bakay. Ezib kelsang ham tug'unim maydoni. Her az. Ha. 500 ming koyga, Ha. özemni meyrin qıldıray. Shundoq qil. Yana pulning bağ vaqtida Ha. 500 ming koyliq girim buyumlar elib olay. Hey, bu girim buyumlarini al o'zingni merin qilib nima qilasiz? Hey, bir ekşi olgandaki manda bir çoğun sipet, bir olturuna orunduk berip menga, hey. Xotin kişinin ışığı arlaşmana siz. Ma'qul. Aralashma, ya. Ha. İş qilib baqa qarang, ma chiroyimni mında qilib tatqizmak qilsin. Yaxshi. Ma qapqimni kestirib, Aha. qo'sh qapoq chiqirma. Yo'q, osh qilgan chiroyni tatqizim tishi balg'il tatqizsam obdan tatibdi. Bu qo'sh qapoq chiqirma deb nima kelib tursan sen bu yoqda badam qapoq qo'ymasang. Endi chiroyni qishingni birsini egiz, birsini past kesib qo'yishlar kirib qilgandir. Shuni singoyan qaraydigan yakpayulab yursan ha. Bo'ldi qilaman. Pul o'zimni olgandan keyin qanday hajsam shunday hajlayman. Ishingizni qilaman. Ha, ma'qul, shuni qilay. Ha, rost. Ha. O chichimni qanday yasarsan bular? Qanday yasdingiz? Koreya bo'lsin-da zo'zilang, Amerika bo'lsin-da mo'slang, chachoqyan lo'slang. Ishqilib bağı qarang. Bu çaşdım ben bek zirkip ketdim. Ha. Vay, bek zirikdim bu çaşdım. Hey. Çiçimni yaslayıp taza. Ha. Tırnaklarımga her yansı güllerini sızdırıp, kündü bir xil güllerini sızlasam, bak. Dost düşmanlarımdan kezirinmiş o, ot çıkır etim taza. Ot çakması etim. Chaqirib sen. Qo'lan chaqmoq olganda keyin sen val qilib. Tırnaklarımni muşunda üstürüp yürüp kessem. So'ngikoning kinosiga jinni rolini sevasan o'tib kelsa. Hey! Bu qanday gap endi bu tirnoqlarimni o'stirma, chachlarimni kestirmada. Bu uzun chachgan bu Uyg'ur ayollarining zinnati emasmi bu? Bu uzun chechma bir ayolni bir qiz bolani ko'rsak, biz erlar emas, sizlar ayollarni unda havaslab qarab ketisizlar bu. Bo'pti, maq chechingni kestiram deb tirnoqni o'stirib nima qilsa, uzun tirnoqdan javob sanjib kelsa. Biz uzun tirnoqni aytgan tamoqni men qanday yeyman, balla qanday yeydi? Yaman, vey. Hey, ben 5 milyon pulu bağ adam, özlem tamak itip sarang bop kalmagandım, he? Sen boysan. Öyle tamak itidiğanga, Ha. kırıkatlarını yuyduğanga qarang, Ha. öy hizmeti işletimiz. Shunda qil. Bo'lsa chiroyli, kichikroq 18 yosh qiz boldan biri ishlatadi. Doğru. Bu kim o dese, menin hizmetkarım deydiğen qosumu, taz aş çıraylık 18 yaşlı konçakdaki kız aldım birini işleteyli, he? Şundak kıl, özür Aşındak dilerim, kılay. sıra. İli. Uy. Ha, 18 yaşlı çıraylık küçük kız aldım kılmak çıktınız. Neydi o yamanlıkını qarağın? O'zing ishlatimiz dungo? Hey, men yoqaqda çatak çıkırdığında oxşamamsiz? Xudoy, tov qildim. Men chataq chiqirdigan bo'lar. Ya. Mush gipingiz qo'simi qarang, bo'shanrek 60 yoshli qir xotinni birine kelmay uyga. Balanni dadasi o'p qapsiz, bo'lmagan bo'lsa asli birinchi job almashtirgandan siz ekansiz. Rahmat. Koni joji o'g'andikin men. Ay bo'ldi qilma, pul o'zimning o'g'andikin ishingizni qilib jim o'tirasiz. Men ishimni qilib jim o'tirdim. O'zimni kankishada hajligini qo'yam. Yana nech pul qoldi qo'lamda? Yana ozroq 470 ming qo'ydak pul qoldimiki? Qalqay jo'dam. 470 ming qo'y qolgan bo'lsa-chi, 450 ming qo'yni balamning nomida bankada qo'yib qo'yman. Bo'lmasa, balam cho'ng o'g'anni sizga o'xshash xotinining qo'liga qaraydigan bo'lib qolmasin yana. Ashtaqil. 20 ming qo'yni nega ishlatsam bular? O'tirib, obdan o'ylash, o'tirib, taz yaxshi o'ylashib ol. Nega ishlatsam bular 20 ming qo'yni? Ha. Akam uyilmadi otatti. Akamga berib turaychu. Ashtaqil. 20 ming qo'yni. Akamga berib turay, shunda qilayjimi? Akamga 20 ming qo'y yetami? 40 ming qo'y yetadi afgan. Wo. Ay, aka keling, o'tir aka. Ha, keling, qanday havolarsiz? Keling, o'tirib. Qani, o'tir. Qachon kelganding aka? Ha, ben xeyli oldi kirgili. Ishga ochiqqa kiraverdim. Ha, yaxshi. Kelib qolsan-ku. Ha, nima kelatdim, ukam? Yangi bir uy setib olay degan. Aha. Shuning ozroq pul kamlab qoldi. Allah. Oy, bu sizlar botursanglar, men kimdan qarz so'rab yurman. Shu. Sizlarda pul bormidi, yo'qmidi deb ansirab kelib edim.
Qancha? Mana talibiga 5 million chiqibdi emasmi? Yaxshi qilsa. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. 5 million Qancha pul chiqibdi kerak emasmi? sana? 40 ming-ku setida ukam. 40 ming koy. Apla. Bu hozir qo'limda lekin 20 ming koyli naqd pul qoldi. Qanaqa qilsak bo'la? Astagfirullah. Haros. Ha? Hali qiz sizga olgan mashinani olmay turaylik bo'ldi. Ha bak ben seni tutup durayım. Ha, bu 30 ming, qo'limdagi 20 ming, 50 ming. Aka, sana 50 ming koyli berib turay. Rahmat. 50 mingni berib Rahmat, turay. ukam. Kelib pul yapmay qapqas, u yoq bu yoqdan so'rab avaro bo'lib yemayina. Rahmat, ukam, 50 mingni rahmat, berib turay. rahmat. O'ltira. Terindosh degan mana shunday vaqt esqatdi-da. Rahmat ukam, sana rahmat. Vakilama. Ha? Vakilama. Qarang, ahmaq olmang, bizda pul yo'q deyman. Nima? Bo'ldi, yoshirma. Men hech kimga demayman. Voy, yo'q desangiz, bizda rost pul yo'q deyman. Bo'ldi, yoshirma. Pul begim kelmayotdi-da, dema. Yo'q, unda emas, rost. Farishtaning ishidan shayton qizg'inibdi deb. Men ishlasam sizning pulingizda emas, singlimning pulini ishlatma. Meni qaytaramasmiki deb ansirab ketyapsiz. Astagfirullah. Agar o'zingizning aksi olsam, qo'rqmayli berib turadingiz deyman, ha? Yo'q, Men sizni xilibi mer, o'g'il bola, jigir bola desam, siz men 4 tanga pulni ko'rib o'zgarib ketdingizmi? Yo'q, qarang, men Unutib qolmang. Sizmi-chi, uy setib olganda, men qip-qizil pulni shiriq sanab berib turgan xalq puldan. Ya qarang, men siz xato tushunib qolyapsiz. Bu asli qarang. Ha, bu asli chiqmagan pul. Ha? Bu bizning xiyolimiz demoqchiman. Ha, endi tushundingiz, rost. Anqara. Bu og'ziq sepmasam davatgan gapini. Ya bu tuzigarak bir amal topsangiz bo'lmamdi. Ha? Tuzigarak amal topsangiz bo'lmamdi. Ya bu gap shu tursa demisiniz, biz pul olmasa bizda. Hey, Bo'ldi, bermayman dedingmi? Shundaymi? Tavba. Berib tura olamsan hey, ya. bizda pul yo'qmi? Sende pul bormi? Chiqqanmi tepki? 25 ming. Ha, 5 milyon. Voy rost. Voy aka rost bu degi chiqmagan pul de. Sen nima bo'lding endi? Sen meni olding-ku. Ya Allah, ering yurtingni mejitibdi-da, ha? Yo'q, emas aka, bu rost chiqmagan pul. Tova, Xudoyim. Ey, sen unutib qolmajmi? Biz degan qayrindosh. Boy taxni buzgan pul. Tuqqanni buzgan pul degan rost gapkanda. Xudoyim. Oldi. Uruq tuqqannimi ko'rib qo'ydi. Hey aka. Shu pullaringchi pul so'ramaydigan, mendan yaxshiroq akadan birini setib ol. Ya mas Sizmi-chi, menga berib turmagan pulni bag'ringizga chiq besib yotasiz. Hey aka, to'xtab tur. Bo'ldi. Aka. Ha, bo'ldi. tov qildim, Xudoyim, tov qildim. Men nima ket? Astagfirullah. Ammo qanday qilamiz akam ketdi mana. Qanday qilding? Deyishga qarab baq. Televizor qarab baqa 5 milyon chiqib qoldimi? Apla, vaqt o'tib ketibdi, e'lon qilgan vaqt. Telefon qil unda bo'lsa. Men to'xtab turing mana. Men telefon urib surishtirib boqay. Bay, yaxshimisiz? Bugungi mukofotga chiqish ahvolini surishtirib boqay degandim. Ha, rahmat sizga. O'xshash chiqdi birsi. Ha? Birsi o'xshash chiqdi. Ha, ma'qul. Chiqibdimi? 5 milyon chiqibdimi? Jiddiylik ketdimi? Gap qilamaysizlar, rost gaplar 5 milyon chiqibdimi? Pul chiqibdimi? Chiqibdi. Nechta pul chiqibdi? Bir koy chiqibdi. Mushumi qag'izdan? Hey, to'xtab turing, nima ko'rsiz? Men Taksidan berib, men pulni olib beray. Voy bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir koyni qanday qilsiz? Qanday qilib to'q dal setib olamiz, tirnoqlarini o'stirsa, chachlarini kestirsa, obdan o'yini jonshu qilamiz. Uningdagi qag'ini akamga berib turamiz. Ay, bo'ldi qiling. Men akib Ay, to'xtab turing. Rahmat. Rahmat.